Demak, SK imtihoni tetkik savollari, namunaviy testlarni ko'rayotgandik. Bu yerda keyingi tur quyidagicha bo'lar ekan. Ya'ni Neyong va Katin God korigi Yosotke Munhang. Ya'ni hop mazmuni bilan o'xshash javobni topish jami 6 ta savol bo'lar ekan. Bu yerda hop namunaviy bir dona savol berilgan, o'shani ko'rib chiqamiz. Sharti o'sha, quyidagini eshitganingizni mazmuni bilan o'xshash javobni toping. Demak, yo'ja ayol bu yerda timjang, ya'ni jamoa boshlig'i ekan. Bitta jamoa bo'lsa, o'shandagi boshliq. Namja bu yerda teri, ya'ni yordamchi ma'nosida kelar ekan. Shu ayol yordamchisiga aytyapti. Kim deri, ya'ni yordamchi kim, menejer kim? Shinsangpum ki hevek pogosonin chaltvego innayo. O'sha menejer, hop, yangi mahsulotni reja hisoboti yaxshi bo'lyaptimi? Hantal humyon chepumi chulshitvenika sodulloya hamnida. Bir oydan keyin, ya'ni bir oy o'tsa, mahsulot chulshtveda degani sotuvga chiqmoq yoki chiqarilmoq, namoyish etilmoq ma'nosiga keladi. Bu yerda sotuvga chiqmoq ma'nosi mos tushar ekan. Ya'ni bir oy o'tsa mahsulot sotuvga chiqarilishi sababli shoshilishimiz kerak. Soduriyda shoshilmoq, aya oyahada şey ish kerak grammatikasi. Shunda erkak, ya'ni yordamchi aytyaptiki, Chesong hamnida. Kechirasiz, shinib savon kyoyugil chunbihanirago shinsangpum kihvek pogosoril micho kinneji motessimnida. Ya'ni shinib savon degani yangi ishga kirgan ishchilar. Kyoyuk degani ta'lim. Ya'ni yangi kirgan ishchilarni ta'limi bo'yicha tayyorgarlik qilaman deb shinsangpum yangi mahsulotning reja loyihasini, ya'ni hisobotini haliyam tugatolmadim. Kinneda degani tugatmoq, jimotesimda qila olmaslik, ya'ni tugata olmadim. Shunda ayol aytyaptiki, taimchu mogyoire kebal timirang shinsangpumetehe heveiril cheneng hagiro hessoyo. Ya'ni kelasi hafta payshanba kunida, hop, kebal tim degani kebal o'zi rivojlantirish, yaxshilash. Tim degani jamoa, ya'ni rivojlantirish jamoasi bilan yangi mahsulot haqida majlis chinenghada degani o'tkazmoq. O'tkazishga qaror qildik. K chonkaji pogosoril vansong heya tvemnida. Ya'ni undan oldingi vaqtgacha hisobotni yakunlashingiz kerak. Vansonghada degani yakunlamoq. Shunda erkak deyaptiki, ne algesimnida. Chal algesimni. Ha, yaxshi tushundim. Hevei tirokagi chone komto hashil su ittorok hevei itil chonkaji vansong heso tirgesimnida. Ya'ni majlisga kirishingizdan oldin komtohada degan tekshirmoq, ko'rib chiqmoq. Tekshirishingiz uchun majlisdan 2 kun oldin yakunlab beraman. Demak, payshanba kuni Kebal Team, ya'ni rivojlantiruvchi jamoa bilan yangi mahsulot haqida majlis bo'ladi. O'shandan 2 kun oldin yakunlab beraman dedi erkak. Endi birinchi javobni ko'raylik. Namjanin taim chuputo seroun sangpumil chejak hande. Xo'p, erkak keyingi haftadan yangi mahsulotni ishlab chiqaradi. Chejak hada ishlab chiqarmoq. Bu yerda ishlab chiqarish haqida gap yo'q. Shunchaki reja loyihasini tezroq tayyorlash haqida gap bor. Namjanin shinib savon kyoyuga tehan pogosoril chaksong hetdi. Chaksong hada degani yozmoq, to'ldirmoq. Endi e'tibor qiling. Erkak yangi kirgan ishchilar ta'limi haqida hisobotni yozdi. Yo'q, u o'shalarga tayyorgarlik qilaman deb yangi mahsulot reja loyihasini hali tugata olmadi. Bu ham xato, bu ham xato. Namjanin nomu pappaso shinib savon kyoyugil chunbihaji motetdi. Erkak judayam bandligi sababli yangi ishchilar ta'limini tayyorgarligini qila olmadi. U mana tayyorgarlik qilaman deb yangi mahsulot reja loyihasini tugata olmadi xolos. U tayyorgarlik qilgan. Bu ham xato va to'rt qoladi. Namjanin taimchu hvayoil kaji pogosoril vansong hagettago marette. Erkak kelasi hafta seshanba kunigacha hisobotni yakunlayman deb aytdi. Gettago hada degan deb aytmoq. Haqiqatda seshanba kungacha yakunlaydi. Nimaga?
Majlis payshanba kuni bo'ladigan bo'lsa, u itil chonkaji dedi mana 2 kun oldin. Payshanbadan 2 kun oldin mana chorshanba va seshanba. Seshanbagacha hisobotni yakunlayman deb aytdi. Demak, bizda to'g'ri javob 4 bo'lar ekan. Shunday holatda sizga imtihonda 6 dona savol tushadi. Eshitganingizni mazmuni bilan o'xshash javobni topasiz. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Salomat bo'ling.